Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. 30 aprel kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan Chexiya Respublikasi bosh vaziri Andrey Babish tashrif buyurdi. Ko'ksaroy qarorgohida Shavkat Mirziyoyev va Chexiya bosh vaziri Andrey Babishning tor doirada va ikki mamlakat delegatsiyalari ishtirokida muzokaralar bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, unda O'zbekiston bilan Chexiya o'rtasidagi amaliy hamkorlikning joriy holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. O'zaro savdo hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Tovar ayirboshlashni, shu jumladan mahsulot turlarini kengaytirish orqali 1 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Birgalikdagi savdoni rag'batlantirish maqsadida Chexiyada O'zbekistonning birinchi sertifikatlash filiali tashkil etilmoqda. Chexiyalik hamkorlar bilan Euro 6 standartidagi avtomobillarni sertifikatlash va kvant etaloni bo'yicha zamonaviy laboratoriya qurilmoqda. Chexiyaning yetakchi kompaniyalari bilan mashinasozlik, yashil energiya, geologiya va muhim xomashyo, kimyo, farmatsevtika hamda boshqa sohalarda loyihalarni amalga oshirishni o'z ichiga olgan texnologik hamkorlik dasturini ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish va aqlli shaharlar yaratish, muhandislik ishi va raqamlashtirish sohalarida kooperatsiya uchun mavjud istiqbollar qayd etildi. Madaniy-gumanitar sohada, shu jumladan qo'shma diplom dasturlari doirasida ta'lim va akademik almashinuvni kengaytirishdan ikki tomon ham manfaatdor ekani tasdiqlandi. Tartibli mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Xalqaro kun tartibi yuzasidan ham fikr almashildi. Yakunda qabul qilingan qarorlarni o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib olindi. Hukumatning 28 apreldagi qarori bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarning suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha xarajatlarining bir qismini qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Nizomga ko'ra, subsidiya davlat byudjetidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari va texnologiya turidan qat'iy nazar har bir konturga joriy etilgan texnologiya uchun faqat bir marta ajratiladi. Subsidiyani olish uchun talabgor o'ziga tegishli ekin yer maydonlarini, konturlar hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari turlari kesimida belgilangan tartibda agroportalga kiritgan bo'lishi kerak. Talabgor subsidiya olish uchun agroportal orqali elektron shaklda ariza yuboradi. Arizaga tomchi reyestrga kiritilgan quruvchi pudrat tashkiloti bilan tuzilgan shartnoma nusxasi, loyiha hujjati va qurilish ishlari yakunlangani to'g'risidagi dalolatnoma nusxasi, shuningdek ish bajarilgan konturlar haqidagi ma'lumotlar ilova qilinadi. Mazkur ma'lumotlarda konturlarning hududi va aniq joylashuvi ko'rsatilishi shart. Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini o'z mablag'i hisobidan joriy qilgan talabgor belgilangan hisob-kitoblarga asosan subsidiya mablag'ining 50% oldindan to'lab beriladi. Adliya vazirligi 29 aprel kuni ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalarini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Bu haqda vazirlik axborot xizmati xabar berdi. Yangi qoidalarga ko'ra, ko'p kvartirali uylar uchun boshqaruv organlari tomonidan umumiy texnik pasport yuritiladi. Shuningdek, boshqaruv organlari yuk ko'taruvchi konstruksiyalar, kuzatuv kameralari va domofonlarning soz holatda saqlanishi, xomashyo, metallar, yoqilg'i, inventar hamda xo'jalik anjomlarini xarid qilishni ta'minlaydi. Ko'p kvartirali uylarning fasad qismida va umumiy foydalanish hududlarida mulkdorlar umumiy yig'ilishi qarori bilan me'moriy detallar, reklama, afisha va e'lonlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Shuningdek, uy ichidagi shovqin darajasi belgilangan sanitariya me'yorlaridan oshmasligi shart. Uylarning zinapoyalari, liftlari, chiqindi kamerasi, chiqindilarni to'plash moslamalari, yerto'lalari va boshqa umumiy hududlari, shuningdek tutash maydonlar zaruratga ko'ra boshqaruv organi tomonidan deratizatsiya, dezinseksiya va dezinfeksiya qilinadi. Agar yerto'ladagi quvurlarda avariya yuz berib, suv yoki oqova suv to'planib qolsa, boshqaruv organi 24 soat ichida yerto'lani suv va oqova massalaridan tozalashi shart. Bundan tashqari, ko'p kvartirali uylarning lift xonalari haftada bir marta tozalanadi va lift uskunalari doimiy texnik monitoringdan o'tkaziladi. Yangi tartib ko'p kvartirali uylarni saqlash sifati va sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan.
O'zbekistonda ko'p kvartirali uylar atrofida avtomobillarni trotuar, pod'ezd va boshqa umumiy hududlarda qo'yish taqiqlanadi. Bu haqda Adliya vazirligi tomonidan 29-aprel kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan ko'p kvartirali uylarni saqlash va ulardan foydalanish qoidalarida belgilandi. Unga ko'ra, avtotransport vositalarini ko'p kvartirali uylar va ularga tutash hududlardagi maysazorlar, xiyobonlar, bolalar maydonchalari, trotuarlar hamda kirish yo'laklari qarshisiga qo'yish taqiqlanadi. Mazkur cheklovlar hovli hududlarida harakat xavfsizligini ta'minlash va umumiy foydalanish joylarini saqlashga qaratilgan. Shuningdek, ko'p kvartirali uylarda yong'in xavfini keltirib chiqaruvchi uskunalarni balkon va lojjiyalarga o'rnatish, balkonlarda og'ir buyumlarni saqlash, shuningdek, balkon va lojjiyalarning tashqi qismiga kir, kiyim-kechak, gilam va boshqa buyumlarni osib qo'yish taqiqlanadi. Balkon va lojjiyalarning ichki qismi bundan mustasno hisoblanadi. Bundan tashqari, uy hayvonlarini umumiy foydalanishdagi joylar, zina maydonchalari, chordoqlar, yerto'lalar, umumiy oshxonalar, balkon va lojjiyalarda saqlashga ruxsat berilmaydi. Kirish yo'laklarining zina maydonchalari va zinapoyalar ostida yonuvchan materiallarni saqlash, shuningdek, umumiy issiqlik tizimlariga o'zboshimchalik bilan o'zgartirish kiritish ham taqiqlanadi. Andijon viloyatining Andijon tumanidagi mahallalardan birining raisi va ushbu mahalladagi hokim yordamchisi 30 sotix yer maydonini noqonuniy sotmoqchi bo'lganda qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Andijon tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi va ushbu mahalladagi hokim yordamchisi o'zaro til biriktirib, 1967-yilda tug'ilgan fuqaroga chorvachilik maqsadida mazkur mahalla hududidan ajratib berilgan yer maydonining 2 sotixini hamda davlat zaxirasida bo'lgan 28 sotix yerni Andijon shahrida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan shaxs nomiga rasmiylashtirib berishni reja qilgan. Ular jami 30 sotix yer maydonining bir qismini noturar, qolgan qismini turar joy toifasiga o'zgartirib berishni aytib, yer uchun 57 ming AQSh dollari va kadastr idoralaridagi tanishlari orqali hujjatlarni rasmiylashtirish uchun 3 ming AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mahalla raisi va hokim yordamchisi oldindan yer maydoni uchun 28 ming AQSh dollari hamda kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun 3 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 30-aprelga o'tar kechasi Ukraina dronlari Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatidagi eng yirik portlovchi moddalar zavodlaridan biriga hujum qildi. Ma'lum qilinishicha, shaharning turli qismlarida taxminan 10 ta portlash ovozi eshitilgan. Portlash ovozlari Nijniy Novgorod yaqinida joylashgan Kstovning janubiy va markaziy qismlaridan ham chiqqan, ammo viloyat hokimiyati hujum haqida rasman izoh bermagan. Astra tomonidan o'tkazilgan guvohlarning video va fotosuratlari tahliliga ko'ra, Dzержинskdagi dronlarning nishoni Sverdlov zavodi bo'lgan. Hujumdan keyin zavod ustida tutun ko'tarilgan. Dzержинskdagi Sverdlov zavodi Rossiyadagi eng yirik portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lib, 100 yildan ortiq tarixga ega. Xabarga ko'ra, u mamlakat harbiy sanoat kompleksining bir qismi bo'lib, strategik ahamiyatga ega. Zavod Kiyevning, Ukrainaning hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligiga putur yetkazadigan yoki tahdid soluvchi harakatlarni qo'llab-quvvatlagani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Kompaniya shuningdek AQSh, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Shveysariyaning sanksiyalarga duchor bo'lgan. Rossiya Mudofaa vazirligining xabariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa signalizatsiya tizimlari bir kechada Rossiya hududlari ustida 189 ta Ukraina dronini tutib olgan va yo'q qilgan. Isroil armiyasi G'azoga gumanitar yordam yetkazishni maqsad qilgan global Sumud flotiliyasiga hujum uyushtirib 170 nafardan ortiq faolni qo'lga oldi. Qayd etilishicha, qo'lga olinganlar orasida 20 nafar Turkiya fuqarolari ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa Krit oroli yaqinidagi xalqaro suvlarda sodir bo'lgan. Flot tarkibida 39 davlatdan jami 345 nafar ishtirokchi bo'lgan. Hujum davomida 21 ta kema ushlab qolingan, ayrim kemalar esa Gretsiya hududiy suvlariga kirishga muvaffaq bo'lgan.
Mazkur flot joriy yilning 12-aprel kuni Ispaniyaning Barselona shahridan yo'lga chiqqan bo'lib, uning asosiy maqsadi G'azo sektoriga insonparvarlik yordamini yetkazishdan iborat edi. Hozircha qo'lga olingan faollarning holati haqida aniq ma'lumot yo'q. Ma'lumot o'rnida 29-aprel kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo sektoriga yo'l olgan va Isroil blokadasini yorib o'tib, gumanitar yordam yetkazishni maqsad qilgan Global Sund flotiliyasi bo'yicha xavfsizlik yig'ilishini o'tkazgan. Unda Netanyahu yuqori darajadagi xavfsizlik rasmiylari bilan uchrashgani aytilmoqda. 29-aprel kuni Niderlandiyaning Gelderland viloyatidagi Tixarde qishlog'i yaqinida joylashgan artilleriya poligonida katta yong'in yuz berdi va taxminan 500 gektar maydonni qamrab oldi. Qayd etilishicha, hududda portlamay qolgan o'q-dorilar mavjud va bu yong'inni o'chirish ishlarini qiyinlashtirmoqda. Shu sababli o't o'chiruvchilar faqat chekka hududlarda ishlay olmoqda, yong'in hududiga esa faqat zirhli texnika kirishi mumkin. Yong'in hozircha to'liq nazoratga olinmagan va uni bartaraf qilish bir necha kun davom etishi kutilmoqda. Operatsiyada 4 ta harbiy texnika va 100 dan ortiq o't o'chirish xodimi ishtirok etmoqda. Shuningdek, Shimoliy Brabant viloyatidagi harbiy poligonda ham yong'in chiqqani haqida xabar berilgan. Bu yerda yong'in taxminan 10 ming kvadrat metr maydonni qamrab olgan va harbiy kazarmalarga yaqin joyda davom etmoqda. Xitoy poytaxti Pekinda 1-maydan boshlab dronlar savdosi taqiqlanadi. Endilikda qurilmalarni boshqarish uchun maxsus ruxsatnomalar talab qilinadi. Yangi qoidalarga ko'ra dronlar va ularning asosiy qismlarini sotish, ijaraga berish yoki shaharga olib kirish man etiladi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, dron egalari o'z qurilmalarini politsiya ro'yxatidan o'tkazishi shart. Xitoy hukumati so'nggi yillarda jamoat xavfsizligini ro'kach qilib, dronlar bo'yicha qoidalarni bosqichma-bosqich qat'iylashtirmoqda. Pekindagi yangi cheklovlar doirasida quyidagi tartiblar o'rnatiladi. Dronlarni shaharga olib kirish yoki olib chiqishdan oldin ro'yxatdan o'tkazish lozim. Agar qurilma ta'mirlash uchun shahardan tashqariga yuborilsa, uni kuryer orqali qabul qilib bo'lmaydi. Qurilma egasi borib, shaxsan o'zi olib kelishi kerak. Dronni uchirish uchun oldindan ruxsat olish shart bo'ladi. Foydalanuvchilar onlayn treningdan o'tib, qoidalar bo'yicha imtihon topshirishi zarur. Taqiq barcha holatlarda ham amal qilmaydi. Masalan, terrorizmga qarshi kurash va tabiiy ofat oqibatlarini yumshatish kabi maqsadlarda rasmiylarning ruxsati bilan dronlarni sotib olish va saqlash mumkin. Dronlar va uchar taksilar Xitoy uchun strategik ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Ushbu yo'nalish iqtisodiyotga 2035-yilga borib 2 trillion yuan, ya'ni taxminan 290 milliard dollardan ortiq daromad keltirishi kutilmoqda. Xitoyning ko'plab shaharlarida dronlardan oziq-ovqat yetkazib berish, qishloq xo'jaligi va binolarni tozalashda foydalanish odatiy holga aylangan. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda 3 milliondan ortiq ro'yxatga olingan dronlar mavjud. Yangi qoidalar bu ulkan bozorga jiddiy ta'sir qilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Hormuz bo'g'ozining Trump bo'g'ozi deb nomlangan rasmini joylashtirdi. Mart oyining oxirida Mayamida o'tkazilgan investitsiya forumida Trump hazil tariqasida Hormuz bo'g'ozini o'z nomi bilan atab, ular Trump bo'g'ozini ochishga majbur bo'ladi degan edi va bunday bayonotlar tasodifiy emasligini qo'shimcha qilgan. Oradan ko'p o'tmay New York Post manbalariga tayanib, Trump Hormuz bo'g'ozini Amerika bo'g'ozi deb qayta nomlash imkoniyatini ko'rib chiqayotgan xabar qilgan. Oq uyga qaytganidan so'ng Trump muhim obyektlarni o'z nomi bilan qayta nomlash tashabbuslarini faol ilgari surmoqda. Xususan 2025-yilda Amerika Tinchlik institutini Trump nomidagi Amerika Tinchlik instituti deb qayta nomlagan. Bundan tashqari u geografik obyektlar nomini o'zgartirish tashabbuslari bilan ham chiqqan. 2025-yil yanvar oyida u Meksika qo'ltig'ini Amerika qo'ltig'i, Denali tog'ini esa McKinley deb qayta nomlashni buyurgan. Meksika tomonidan bu qarorlar tanqid qilinib, Meksika qo'ltig'i nomi asrlar davomida xalqaro navigatsiyada qo'llanib kelayotganini ta'kidlagan. 28 fevral kuni AQSh va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasi boshlanganidan so'ng Tehron Hormuz bo'g'ozini blokada qilishini e'lon qilgan. Aprel o'rtalarida muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Trump AQSh tomonidan harbiy blokada joriy etilishini ma'lum qilgan. Uning aytishicha, bu choralar Eronning neft eksportini to'xtatish va Tehronga bosimni kuchaytirishga qaratilgan.
qilgan. AQSh shuningdek bo'g'ozdan o'tish uchun Eronga haq to'lagan deb gumon qilingan kemalarni ushlab qolishni boshlagan. Oqibatda bo'g'oz orqali kema qatnovi deyarli to'xtab qolgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.